Bu insonni har bir o'zbek va musulmon turkiy bilishi kerak. Bu inson haqida SSR davridagi tarix darsliklarida yozilmagan. Nega deysizmi? Chunki bunga sabab o'sha davrda rus knyazliklari bu insonga boshini ko'tarmasdan soliq to'lab yurishgan. U Chingizxonning naslidan bo'lgan Oltin O'rdaning hukmdori edi. Lekin Chingiz naslidan bo'lishiga qaramasdan islomni davlat diniga aylantirgan Sulton Muhammadxon o'zbek edi. Uning eng katta ishi nima bilasizmi? U 1314-yilda islom dinini rasmiy davlat dini deb e'lon qilgan. Unga qarshi chiqqan amaldorlar va hattoki qarindoshlarni ham qatl qilgan. Islomda sobit turgan turkiy hukmdorlardan biri bo'lgan. Hattoki mashhur arab sayyohi Ibn Battuta u bilan ko'rishib, o'zining sayohatnoma asarida uning jahonni buyuk 7 shohlardan biri ekanligini ta'kidlab o'tgan. Uning davrida Oltin O'rdaning poytaxti Saroy shahri quriladi va bu shaharda ko'plab masjidlar va madrasalar barpo qiladi. Hattoki uning tangalari Yevropadan Xitoyga qadar bo'lgan savdo yo'llarida keng muomalada bo'lgan. Ba'zi tarixchilarning fikriga ko'ra, o'zbek atamasi O'zbekxonda davrida keng tarqalgan. Ammo boshqa guruh tarixchilarning fikriga ko'ra, o'zbek atamasi O'zbekxondan ham oldin Dashti Qipchoq qabilalari orasida ishlatilgan. Yanada qiziq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.